Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar o'sha haydi faqat bugun biz men bir sirli joyni ko'rib qolgan edim. Qurog'i men shaxtaga tushishim kerak edi bugun. Kiyimlarimni kiyib olay. Do'stlar, mana bu narsa 4-5 ne arkadaş demanglar meni iltimos. Men bu donni bitta joydan sotib olgan edim. Kechqurun to'g'risini aytsam ozgina boshim og'riydi. Shuning uchun men shu dorini har doim qornim ochsa ichib turaman. Plus uni o'ldirib yaxshi narsa qildim. Men shaxtaga tushishim kelmayapti. Mayli, yura qolaylik. Aniqrog'i men shaxtaga tushmayman. Shunchaki ozgina aylangim kelyapti. Voy, to'ynak-ku. To'ynak. To'xta, tushmay tur. Faqat bo'ldi. Endi men qishloqdan so'rayman. Ana bu to'shqin nimaga deb. Qishloqa. Birinchikam. Sendan bir savol so'rasam maylimi? Ayt. Men esga kelmadi. Unay bo'yida to'ynak ko'rib qoldim. Qanday to'ynak? Senga aytsam, bu to'ynakda qo'rqinchli arvohlar yashaydi. Ammo lekin uning sirli joyi bor. U yerda pul bor. Pul. Ammo lekin seni o'ldirib qo'yishi mumkin arvohlar. Mayli. Yaxshi arvohlar bo'lmaydi. Ko'p qishloqlar juda ham jinni bo'lib qolishganda. Pul bor deydi lekin. Yo'q. Yaxshi. Voy. Ozgina qo'rqinchli bo'lyapti-ku. Mayli. Do'stlar, orqa fon qo'shig'iga adashib ketibman. Boshqa qo'shiq qo'yish kerak edi. Kim papalyam ko'ryapti? Qandaydir ovozlar eshityapman. Mayli. Hop, ale. Hop. Musiqani o'chir. Bu shaxtaga o'tirgan. Hech qanday narsa sezadiganim yo'q. Voy! Wow! Diamond! Voy! Nima? Buni sindirishga nima sandiq? Voy, sandiq topib oldim. Night vision kerak. Wow! Diamond. Mana bu sandiqda qog'oz ko'rganday bo'ldim. Qog'oz. Hozir o'qib ko'raychi. Nima yozilishi? Wow! Rahmat!
Nega do'stlar rahmat deganimning sababi chunki agar sen bu yerni topsang, sendagi bu yer hamma narsa seniki deb yozib qo'yilgan ekan. Endi bu yer menikimi? Albatta menikidir. Mayli do'stlar, bu yerni sindirib qo'la qolay. Bu yerni hammasini sindiraman. Bu yerda bir sakdan ham ko'p pul bor. Qishloqqa bu yerda arvohlar bor degandik-ku. Mayli. Do'stlar, men aytganimdek, men jasurlik qilib mana shuncha joyni topdim. Endi esa bizning hozirgi maqsadimiz bu yerni yovuzlardan qo'riqlay bilish. Men shunchaki mana bu redstone'dan ozroq olaman, shuncha yetib qolsa kerak. Va uni mana bunday qilib redstone yo'laklarga o'tkazaman. Voy, bu bir sekund ko'payib ketdi-yu. Endi esa men chiqquncha shunday qilib qo'yib ketaman. Qon qilib. Qon qilib. Qon. Yana qon. Men chiqqan joyim endi har doim shu yerdan chiqib kelaman. Endi adashmayman ham. Meni qishloqdan qo'rqitishim kerak. Qochish kerak. Qishloqqa, sen to'g'ri aytgan ekansan. O'yna. Ana men shundan kulyapsan, haqalaman. Men u yerdan qo'rqib qochib ketdim. Ko'plikda u yerda arvohlar bor ekan. Men bir marta bo'lgandim. Qishloq jinni bo'lib qolibdi do'stlar. Sizlar bilan hyper bo'lib qoladi. Xayr, men bu qishloq bilan birpas o'ynayman.